Uchinchi misol, ya'ni mana shu yig'indini 16 ga bo'lganda qoldiq toping. Birinchi o'rinda biz har bittasi uchun alohida bo'lib chiqamiz. Ya'ni buni 16 ga bo'lsa necha qoldiq qoladi, buni 16 ga bo'lsa necha qoldiq qoladi. Ya'ni birinchi so'ralgan savol 15 da 231-sini 16 ga bo'lsa necha qoldiq qoladi. Shu kerak bizga. Xo'p, 15 da 231-si. Xo'sh, 15 ni men yozishim mumkin. Ya'ni 16 ga karalik qilib yoza olmas ekanman. Nega? Chunki 231 xalaq beryapti. O'sha 231 bu 3 ga bo'linar ekan, to'g'rimi? O'shaning uchun buni 15 ni kubining 77-darajasi deyman. 3 kere 77 231 deb beraman. 3 kere 7 21 silda, to'g'ri. Taqsim maxraj qism 16 teng. Demak 15 ni kubi. 15 ni kubi, ya'ni 15 kvadrat 225. 225 ni 15 ga ko'paytirsak 5 kere 5 25 2 silda. 5 kere 2 10, 12, 10, 11. 5, 2, 2. Qo'shadigan bo'lsak 5, 7, 3, 3. 3375. Ya'ni 3375 ning 77-darajasi bo'ldi. Taqsim 16 teng. Endi 3375 ni 16 ga bo'lamiz. Ya'ni 3375 ni 33 da 2 ta ayiramiz 32. 17-da bittadan ayiramiz 16, 15-da yo'q. Ya'ni biz buni yozishimiz mumkin ekan. Qavsida 16 ko'paytirilgan 21 qo'shuv 15 ning 77-darajasi. Taqsim 16 deb. Xo'p, bundan nima xulosa? Buni o'chirib tashlaymiz, kerak emas. Bundan xulosa shuki, biz darajani pasaytirib oldik. E'tibor qilgan bo'lsangiz, 231 ni 77 ga tushirdik. 16 ga mana bu karali bo'lgani uchun buni tashlab ketasiz va 15 ni o'zi qolasiz. Mana bo'linadiganlar yozmaysiz. Shunda 15 ni 77-sini 16 ga bo'lib topishimiz kerak. Tushundingmi? Demak ketdik. Buni ham yana yozamiz. Buni mana bunday ko'paytirma qilsangiz ham bo'ladi. 15 ko'paytiruv 15 ning 76-si. Taqsim 16 teng. Demak 15 ni 76-sini men quyidagicha yozaman. 15 ko'paytiruv 15 ning kvadratining 38-darajasi. Taqsim 16 teng. 15 ko'paytiruv 15 kvadrat 225 ning 38-si. Taqsim 16. Endi 225 da 38 16 ga bo'laman. Demak buni ichida bittadan ayiramiz 16, 65 ichida 4 tadan 4 kere 6 26 64. Demak 1. Ya'ni bu degani 15 ko'paytirilgan qavsida 225 da mana bunda yozamiz. 16 ko'paytirib 14 ni qo'shilgan 1, ya'ni qoldiq ning 38-si taqsim 16 teng. Endi 16 ga karaylar kelishdik tashlab ketamiz va nima qolyapti? 15 ko'paytirib 1 darajasi 38 taqsim 16. Ya'ni buni 15 da 1 da 38-si 1 ku 15 da 1 ga ko'paytirsak baribir 15. Uni 16 ga bo'lsak buni qoldig'i 15 chiqdi. Qoldiq teng 15. Xo'sh, ikkinchi holatdan agar 2 ni 16 ga bo'lsak buni qoldig'i 2 chiqadi. Xo'p, endi nima qilamiz desa, endi o'sha chiqqan qoldiqlar qo'shamiz. Ya'ni bu ikkinchi ish. Birinchi ish yakunlandi. Mana birinchi ish kattasini hisoblab olish edi maqsad. Ikkinchi ish, o'sha chiqqan qoldiqlar qo'shasiz. 17 qoldiq chiqdi-ku. O'sha chiqqan javobingiz 16 dan kichik bo'lsa, o'sha javobni o'zi bo'ladi. Agar 16 dan katta chiqib qolsa, mana 16 dan katta-ku, chunki biz 16 ga bo'lyapmiz. Mana bu yerda 15 bo'lganda 15 dan kichik deb olardik. 16 dan katta chiqqan uchun o'sha chiqqan javobni yana 16 ga bo'lishimiz kerak. Shunda bittadan ayiramiz 16. Ya'ni 1 qoldiq qolar ekan javobimiz. Tushundingmi? Demak to'g'ri javobimiz 1 qoldiq. Bu C variant. Bu usulda hamma tushunadigan oddiy jaydar usul desak ham bo'ladi.